Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda 5 qavatli panelli ikkinchi qavatli 2 xonali umumiy maydon 65-70 metr kvadratga bo'ladigan bitta fayz barakatli xonadonimiz sotuvga chiqadi. Aynan shu domning ustida kechagina bitta kvartira chiqarildi. Buni narxi 37.760 dollar so'raladi. Aynan hozir ko'rsatilgan uyimizning narxi 38.860 dollar so'raladi. Mazkur Buxoro shahar 6-bekora Lavita deb kelasizlar. Bitta ko'cha qismiga baho berasizlar. Juda ham zelion zonasi keng va katta ekan. Ana bu joyda qo'ni-qo'shnilar o'zlari pul yig'ishib, besetka qilib qo'yibdilar. Juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, hurmatli obunachilar, aynan ko'rsatilgan uyimizda narx yoki kredit farqi kelib usta savdolashib olishlari mumkin. Qanaqadir fikr mulohazalaring bo'lsa, bemalol yozishlari mumkin. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon. Iltimos, negativ fikr yozadiganlar. Bu yerda biza hech qanaqa bir sababchi biza bitta narsani yaxshi tushunaylik. Biza bir sababchi biza. Uyda egalar bu narxni aytadi. Ana biza kecha chiqarib 37.700 ga, ana bugun chiqarib 38.800 ga. 1000 dollar pozitsiyasi bor. Kimdir aytadi bu narx uchastka olish mumkin, boshqa olish mumkin. Balki mumkin. Biz o'zimiz beramiz va baho beramiz. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa uyimizni ichki obzorini boshlaymiz. Proyekt ikki taraflama proyekt, xonalar alohida, sanuzeli ham alohida, kamiga 6 metrli balkonga ega. Ana bu turgan joyimiz perxojina qismi. Perxojina qismini ko'rasiz, chiroyli perxojina shkaflar qilganlar. Shkaf, hamma narsa shu kvartirada shu ko'radigan hamma narsasi qoladi. Ana bu spalni qismini ko'rasiz, juda ham chiroyli aboyli qistirib qo'yibdilar. Adashmasam mana shu elektr montajni ham noldan terib chiqqan bo'lsa kerak, endi so'ramadik. O yoqda lilon qilingan, oynalar akvaplazromlarga almashtirib qo'yilgan. Ana bu eshigimiz MDF eshigi, birinchi chiqqan eshiklardan juda ham qattiq va mustahkam eshiklar. Hop, bu ikkinchi xonamiz, ya'ni zalimiz. Zalimizni bilasizlar, shu 6-da uyini nima deydi, ortiqcha ta'riflashga hojat yo'q. Proyektini bilasizlar, 5-6 bozorchalar o'sha proyekt. Alohida xonalari. Devorlari mo'ysha bo'lib yopishib qo'yilgan. Ana bu joyda hojatxona qismi dapatalka kafel ustanovka qilingan. Bu qismda yuvinish xonasi ham ko'rishlari mumkin, to'liq kafeldan chiqqan ekan. Bu tarafda o'sha ovqatlanish zona yaratib olasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa, kim bo'lsa ham inshaalloh yaxshi kunga xizmat qilsa, albatta niyat qilib olasizlar. Ana bu joyda 6 metrli balkonimiz, 6 metrli balkonni ko'ryapsizlar, chiroyli qilib kuxnyani chiqarganlar. Kuxnyamizda ham 6 metrli balkonimizda ham oynalari akvaplast romlarga almashtirilgan. Bu tarafda ham kuxnyani garniturchalar hammasi qoladi. Hurmatli obunachilar, uyimizning narxini yana bir marta eslatib o'tamiz. 38.860 dollar so'raladi. Yetmaganda ikkilamchi kredit asosida xarid qilib olishlari mumkin. Boshlang'ich to'lov uchun nasib bo'lsa 12.060 dollar bo'lsa, inshaalloh ishlariga yordam beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, 5 qavatli panelli domni, ikkinchi qavat, 2 xonali narxi 38.800. Menimcha bu joyda bitta to'xtatib, pauza bosib, like va obuna bo'lishingizdan chiqmaydigan umidda bizani mehnat qadrlash imkoniyati bitta yana shu. Keyin kommentariyani bomba qilib o'rtatinglar. Faqat yozguncha iltimos, bizani sababchi qilib ko'rsatmanglar. Biz reklama qilamiz faqat. Narxni biz ham xuddi sizlardek savdolashib olamiz. Yaxshi kunni ko'rishguncha hurmatli obunachilar.